Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Samarqanddagi eng katta park Chaqmalarga chiqdik. Osiyodagi eng katta Chaqmalar. Buni hozir bir aylanib kelishi 25 daqiqa davom etar ekan, ko'ramiz. Tepaga chiqamiz, atrof ko'rishingiz mumkin. Butun biz Samarqand ko'rinadi. Yarim kechasi olayotganimiz uchun juda hamma joy qorong'i. Atrof juda katta. Kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Tepaga chiqadi, hali ko'rsatamiz yana. Yarima keldik. Tepaga chiqdik, eng baland joyiga. Dahshat balandligi 100 metrdan ziyod. Hozir tushdik. 20 minut ekan, 20 minutda uchgan.